Amerikada aslida ranking system yo'q. Siz bilgan QS yoki Times Higher Education shu kabi ranking sistemlar hammasi business. Hech qanaqa governmental ranking system yo'q. Misol uchun deylik, sizni samolyotsangiz juda ham baland. Siz faqatgina men top 100 taga topshiraman. Men shu universitetga kiraman deb, faqatgina shu universitetdan boshqasini ko'rmaysiz. Lekin sizga misol uchun top 1500 dagi universitet full tuition beradigan bo'lsa, sizga 50% beradigan top 100 universitetdan yaxshiroq. Hamda viza olish shansingiz ham anchagina yaxshiroq bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, sizga top 100 tadagi universitetdan 50% scholarship berdi. Bu sizga 20 ming to'lashingizni qoldirishyapti. Lekin sizga top 1500 dagi universitet full tuition berdi. Qaysi biri yaxshiroq? Albatta viza ofitserlar ham mana bu full tuition bergan universitetingizni shansini ko'paytiribroq qarashadi. Shuning uchun bu universitetning rankingi yaxshi emas ekan deb turib, prosta neglect qilishingizga arzimaydi. Bu universitetda ham albatta qarab qo'yish kerak. Bu videoni men albatta Garvardda o'qiyman deydigan do'stingizga yuborib qo'ying.